Assalomu alaykum opa-singillarim. Bugun sizlar bilan birgalikda tugun oshi qilamiz. Kartoshka, piyoz, sabzilarimni yuvib to'g'rab oldim va go'shtimni ham to'g'rab oldim. Qozonimni gazga qo'yib, yog'imni quyib, yaxshilab qizdirib oldim-da, go'shtimni qovurdim. Ketidan kartoshka, piyoz, sabzi va bolgarskili tomatlarimni sovoldim. Priprava tuzlarimni qo'shib, suv quyib oldim. Ovqatimni 1 soatdan oshiq qaynatdim. Qancha ko'p qaynatsa, ovqatimiz shunchalik shirali, mazali bo'lib chiqaveradi. Qaynab tayyor bo'lgan sho'rvamizga xolodilnikdagi chuchvaralarimni olib sovoldim. Ovqatim chuchvarani o'zi bilan suyuq bo'lib qolmasin deb, oldindan to'g'rab qo'ygan ugralarimdan ham oldim-da, ozgina undan ham qo'shib yubordim. 10 minut ovqatimni chiroyli qilib qaynatdim-da va ovqatim tayyor. Suyuqqina mazali ovqatimni kosalarimga suzib oldim. Bunday ovqatni oila a'zolaringizga qilib bersangiz bormi, sizni duo qilib ichishadi.